17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatida biz ham yurishimizni boshladik va Paragvayni 2-1 hisobida mag'lub etdik. Azizbek Abdumo'minovning chiroyli gollari o'zi. Azizbeklar juda yaxshi futbol o'ynashadi. Demak, g'alaba. Bundan avvalgi videoda aytgandim, bizning guruh qiyin degandim. Mana Paragvayning o'yinini ko'rdingiz, anchagina jiddiy raqib, baribir jismonan kuchli, so'nggi daqiqalargacha kurashdi. Va bizning guruhda yana Irlandiya hamda Panama bor. Ular ham parallel tarzda o'yin o'tkazishdi va Irlandiya 4-1 hisobda g'alaba qozondi. Bizning keyingi o'yinimiz aynan Irlandiyaga qarshi. Mana shu o'yinda g'alaba qozonsak, guruhdan chiqish vazifasini uddalagan bo'lamiz demak. Futbolchilarimizga gap bo'lishi mumkin emas. Albatta, bu tarkibdan Yevropaga, top 5 chempionatlarga, mayli top 5 chempionatga bo'lmasida aynan o'sha Portugaliya ligasimi yoki bo'lmasa boshqa chempionatlarga boradigan futbolchilar bo'lishi shart. Biz yoshlarimizga ishonamiz. Navbatdagi o'yin Irlandiyaga qarshi 8-noyabr sanasida bo'ladi va 20:45 ga belgilangan. Yanada ko'proq xabarlar Telegram kanalimda, sahifamdagi link orqali obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin.